Hammaga assalomu alaykum. Bizlarda keyingi navbatdagi satodan uyimiz уже videodan ko'pchilikka tanish bo'ldi. Berniy ko'chada joylashgan. Seyit Kamolov portdan o'tgandan keyin o'ng qo'limizda bu yoq 63-maktabga qarab ketish bo'ladi. O'ng qo'limizdagi joylashgan yer maydoni 6 sotikli uyimiz bilan tanishtiramiz. Uyning xonalarini bir qator ko'rsatib, baholarni, bizning ma'lumotlarni video oxirida aytib o'tamiz. Ketdik. Uydan kirish qismi shunday hol, garaj etsangiz ham mashina kirgizishga o'ng'ayli. Bu yoq usti ikkinchi etap bo'lib ishlangan, uydan chiqib bir zal hisobida foydalansangiz bo'ladi. Kiramiz ayvon. Bir katta ayvon etib ishlangan, kundalik o'tirib etsangiz ham bo'ladi. Zal etib foydalansangiz ham bo'ladi. Uyga ko'proq mehmon chaqirganda bu yog'imiz spalniy, bu yog'imiz yana bir katta zal. Zal ishlari remontlangan, restoranlar qo'yilib, shaylar o'yinlar bilan ochiq bo'lib, shaylar bo'lib turibdi. Uyning ichi. Bu yerda spalniyning ham razmeridan katta. Burungi joylari hammasi katta-katta bo'lib solingan. Bu yog'ida yana shu razmerda yana bir spalniy bor. Ondan chiqib esa, bu yerda 1, 2, 3, 4 xona bo'ladigan bo'lsa, bu yerdan bu yog'ini verandasi bilan, vanna sanuzeli bilan orqaga chiqib ketiladi. Bu yerda o'rtada kuxnya. Kuxnyani bir ko'rsatib beramiz. Shundan chiqib esa bu yoqda veranda orqaga chiqib ko'rsatib beramiz. Bu yer veranda remontlab bu yerdan zal etsangiz bo'ladi. To'rinda kotolxonasi bilan vanna sanuzeli bor. Aristollari ishlab turibdi, vannalari. Bu yerdan orqaga chiqib ketiladi. Orqaga qaraganda polniy zaborlari aylangan. Otizlari egilib turgan otizlar. Daraxtlar ham bor, mevali daraxtlari ko'rishingiz mumkin. Bu yerda eng qiziq yeri bahasi $70 ming aytilyapti. Qaytiladi, kelishlarda kami bor. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, adres Berniy ko'chada kelib ko'raman deganlarga ko'rsatamiz. Baholarni egalari bilan kelib kelishib olaverasizlar, bemalol bahasi kelishlarda. Boshqalarga o'xshab 100 ming, 150 ming baho aytilgan yo'q. 70 ming zo'r bola tag'an yeri aytildi. Pul bola tag'an bo'lsa, bosaratan yeri. Hammaga yaxshi kayfiyat, sizlar bilan men ixtiyorim etaman.